Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıkacı Roza, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü slağa 2021 yıl 6. ayının 9. günü vatandaşlar. Vaziyetimiz bunda. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Yevropa 7 davlat guruhi yig'ini qatnashidi. NATO'ga a'zo davlat boshliqlari bilan yuqori darajada suhbat o'tkazdi. Yevropa ittifoqi boshliqlari bilan so'zlashdi. Suhbat o'tkazdi. Undan keyin Shveysariyaga berib, Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi, suhbat o'tkazdi. Muşu bir hafta işçideki faaliyetler hürmetlik vatandaş. Şunun münasebetli kaldı bugün nimi deyimiz? Amerika Devlet Meclisi Memuriyet ve Memuri Dairler Cungu Komiteti almış şirketi ve Uyguristan'daki mecburi emgekki münasebetlik bayanat ilan kıldı. Ondan keyin Prezident Joe Biden 7 devlet guruhining ve NATO'nun yuqori darajaliklar yig'ini qatnashdi. Amerika Yevropa ittifoqi birlashib Jungoning xiraslariga taqobil turdi. Avval bu ikki leksiyamizni so'zlaymiz vatandoshlar. Birinchi leksiya mundaq. Jungoning xiraslariga taqobil turdi. Mavzuli xabar 6. ayning 8. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Angliyada 7 davlat boshliqlari yig'ini qatnashib, uningdan Brusselga uchib berib, NATO'ga a'zo davlat boshliqlarining yuqori darajaliklar suhbatiga qatnashdi. Har turli alomatlar oshkorlandiki, bu navbatlik 7 davlat guruhi yig'ini va NATO'ning yuqori darajaliklar yig'ini boshqa qatimliq burun ochilgan. Yig'inlar qaraganda bu qatim Jungo masalasini ko'p muhokama qiladigan yig'inlardir. Bexatarlikka xiris e'lon qilgan Jungoning xirislariga taqobil turadigan yig'indir. Aqsaroyning bayonotchisi Pisaki 6. ayning 7. kuni bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Angliyada 7 davlat yig'iniga qatnashish mezgilida boshqa davlat rahbarlari bilan birlikda bir turli plan, ya'ni taraqqiy qilayotgan davlatlarni Jungo shakillik yoki Jungo shakliga o'xshamaydigan boshqa bir mablag' to'plash loyihasini e'lon qildi. Yani bu plan yuqori o'lchamga ahamiyat berish, muhit asrash, oshkorlik va xalqaro qoidalarni hurmat qilishni o'z ichiga oladi. Amerika doimdagidek Jungo kambag'al davlatlarga asosiy qurilishni rivojlantirish shaklida qarz pul berib, qiltaq qurib bu davlatlarning egilik huquqi va davlat manfaatiga ziyon soldi deb tanqidlab keldi. Ishonchli xabarlarga asoslanganda bu qatam 7 davlat guruhining yuqori darajaliklar yig'inidan keyin e'lon qilinadigan bayonot tunji bo'lib, Tayvan bo'g'ozining muqimligi va muhimligini tilga olib, hamda Uyg'uristonda kishilik huquq optiga duch kelgan Uyg'urlar va Hong Kong vaziyatiga diqqat qiladiganligini bildirdi. Demak, 7 davlat guruhi yig'inida Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan masalasi. Shundan keyin Prezident Joe Biden Brusselga berib, NATO'ning yuqori darajaliklar yig'ini qatnashdi va Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan suhbatlashdi. 7 davlat guruhining yig'ini Angliyada. NATO'nun katibi Jens Stoltenberg haftaning 1. kuni Washington Başburcaklık bina kelib ziyaret qilib, Amerika Davlat Mudofaa Ministri Austin bilan ko'rishib, kelar hafta o'tkaziladigan NATO'ga a'zo davlat boshliqlarining yuqori darajaliklar yig'iniga tayyorlik qildi. O suhbat jarayonida Jungo tahdidini ve Jungo meselesini bir qancha qatam eg'izga oldi.
2030 yıllık plan Cüngo'nun her türlü xırıslarına takabıl turduğun siyasettir dep görsetti NATO'nun katibi Stoltenberg. Görsetti. Endelikli Cungo'ça. Cungo'nun bayanatçısı Cavlican 6. ayının 9. günü bayanat elan kılıp mındak görsetti. NATO soğuk münasebetle tefekkürüdün vazgeçip. Cavlican Cungo'ga NATO taraqqiyat pozisiyasida muomala qilish kerak deb ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Brusselda Yevropa İttifaqı rahbarlari bilan suhbat o'tkazgandan keyin Shveysariyaning Jenva shahriga borib Prezident Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazdi. Ba'zi kuzatuvchilar mundaq deyishdi: Prezident Joe Biden Moskva bilan munosabatni muqimlashtirib, zihniy kuchini markazlashtirib, Jungo tahdidiga taqobil turdi deyishdi. Haftaning birinchi kuni Amerika virus manbini davomli tekshirdi deb bayonot e'lon qildi va Yevropa İttifaqı rahbarlari bilan ko'rishganda va bu qatam 7 davlat guruhi yig'inida virus va oxirgi tekshirish masalasini o'ttirg'a qo'ydi deb ko'rsatdi.